Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar. Bugungi mavzuyimiz Adines dasturida xodimga mehnat ta'tili, ya'ni otpuska hisoblash va kadroviy perevod, ya'ni xodimimiz misol direktor bo'lib ishlayotgan bo'lsa, o'shani buxgalterga yoki oddiy ishchi bo'lib ishlayotgan bo'lsa, uni lavozimini ko'tarib, misol uchun zavsklat lavozimiga o'tkazish. Shu operatsiyalar Adines dasturida qanaqa ko'rinadi, qanaqa ishlanadi ko'rib chiqamiz. Xo'p, boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz xodim ishga olish bo'ladi. Bu haqida o'zi videolar qilingan, oldingi videolarni ko'rsanglar bor. Ana biz xodim ishga olganmiz. Birinchi otpuska hisoblab ko'rsatib beraman. Otpuska hisoblash uchun bizda mana Adines 8330 dasturida chap tomon burchakda zarplata и kadr degan joy bor. Shu yerga kirganimizda bizda сотрудники degan joy kerak bo'ladi. Сотрудники degan joyga kirganimizda agar sizlar yangi xodim ishga olib, u 1 yil davomida ishlagan bo'lsa, xodim ichiga kirish kerak. Ichiga kirganda mana bu yerda право на дополнительный отпуск degan joy bor. Ustiga bosamiz. Sizlarda oldin otpuska hisoblanmaganligi uchun bu narsa pustoy turadi. Pustoy turgan joyda sozdать qilishimiz kerak. Xo'p, periodni tanlab ketamiz. Misol uchun biz xodimni 1-yanvar kuni otpuskaga chiqazmoqchimiz. Xodim bizda 1-yanvar 2025-yilda ishga kirgan. Mana o'rtadan ровно 1 yil o'tgandan keyin biz otpuskaga chiqarmoqchimiz. Nima qilamiz? Так, bitta вид дополнительный отпуск degan joyga kiramiz. Показательni bosib, bu yerda дополнительный отпуск локальный порядке degan tanlaymiz. Va отпуск kun. Ya'ni hozir bizda O'zbekiston Respublikasining norma bu 21 kalendar kuni hisoblanadi. Kalendar kuni bilan ish kunini faqat adashtirib yubormaymiz. Xo'p, mana 21 kalendar kunini belgiladik. Записать и закрыть ni bosdik mana. Xo'p, eskisini daliltib qo'yamiz. Kerak emas. Xo'p, buni sozdать qilganimizdan keyin bu yerdan chiqib ketamiz. Bu yerdan полностью chiqib ketganimizda yana o'sha зарплата и kadr bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan sal pastroq tushganimizda neявки degan joyda отпуска degan joy bor. Mana o'sha отпуска degan joy ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizda tak, bu yerda mana sozdать tugmasini bosamiz. Bosganimizda отпуск degan menyu chiqadi bizda. Отпуск ichiga bosamiz. Отпускаga chiqayotgan sanani belgilaymiz. Yanvarni 1-sini. Xo'p, sana belgilaganimizdan keyin xodimni tanlayapti. Bu yerda xodim tanlaymiz mana. Boya siz sozdать qilgan xodimimizni. Bu yerda prikaz raqamini tanlayapti. Misol uchun bizda 1. Biz 21 kalendar kuni belgilaganligimiz uchun mana xodim 1-yanvar kuni otpuskaga chiqib ketyapti va 22-kuni qaytib kelyapti ishga. Bu 18 рабочий dni, ya'ni 18 ish kuni 21 kalendar kuniga to'g'ri kelyapti. Mana shu otpusk uchun xodimga ma'muncha oylik hisoblanyapti. Buni hisoblash normasi qanaqa bo'ladi deb so'rasanglar, bizda xodim oyligi 12 million so'm. Kalendarda ko'rsatib beraman. Xodim oyligi 12 million so'm. O'zbekiston Respublikasida o'rtacha bir oylik ish kunlari 25 u 3 kun deb normaga olingan. O'shanga okladni bo'lib olamiz. Buni otpuskaga chiqaryapmiz. Mana 18 рабочий dni deyapti. 18 рабочий dni ish kuni. Shu 18 ish kuniga chiqqan summani ko'paytiramiz. Вот mana. 18 ming bor uzr. Hop, 12 millionni bo'lyapmiz 25 u 3 ga. Chiqqan summani ko'paytiryapmiz 18 ish kuniga. Mana 8,537,549 so'm bizda otpuska uchun xodimga zarplata hisoblanyapti. Uni 12% nalogi, xodimga tashlab beradigan summamiz mana 7,513 ming so'm bo'ladi. Провести закрыть qilamiz. Bizda закрыть qilganimizda keyin bu xodimga biza otpuskaga chiqib ketmasdan oldin pul tashlab bersak bo'ladi. Otpuskadan qaytib kelgandan keyin kartasiga pul tashlab bersak bo'ladi. Otpuska ham unaqa qiyin narsa emas. Saqlab qilmaymiz. Otpuskaga chiqarish ko'rganingizdek juda oson operatsiya. Xo'p, bizda keyingi operatsiya qisqa varonda tushuntiryapman, juda cho'zmaslik uchun. Xodimni lavozimini yoki oyligini almashtirish. Xuddi shu зарплата и kadr bo'limiga o'tganimizda bu yerda bizda kadroviy перевод degan menyu bor, mana ko'ryapmiz.
kadriy periodga kirganimizda mana misol uchun Sazdatni bosamiz. Sazdatni bosganimizda o'sha xodim lavozim almashtirayotgan kunni belgilaymiz. Misol uchun biz 1-mart kuni deymiz. Data periodidan xuddi o'sha sanani o'zlanadi. Umr prikaz misol uchun bizda 1 xodimni tanlab ketamiz. Xodimni tanladik. Agar xodimni lavozimi almashayotgan bo'lsa, mana bu joyga galchik qo'yishimiz kerak mana. Galchik qo'yganimizda bu yerda bizda avvalgi lavozimni ko'rsatadi, bu yerda yangi lavozimni tanlab ketishimiz kerak. Misol uchun oldin direktor bo'lgan, hozir taxmin qilamiz, misol uchun buxgalterga o'tkazamiz mana. Agar proyekt zakrit qilsam, o'sha 1-martdan direktor lavozimidan buxgalter lavozimiga o'zgargan bo'ladi. Agar oyligi ham parallelni o'zgarayotgan bo'lsa, mana bu joyga galchik qo'yaman. Misol oyligi 12 million bo'lgan, buxgalter bo'lgan hisobiga 10 millionga tushyapti oyligi. Okay. Провести zakrit. Bo'ldi mana. Xodimni o'sha lavozimi o'zgardi, lavozimga o'sha parallelni oyligi ham o'zgardi. Mana oyligi endi mart oyidan boshlab tabellasini qilgan yillarda 10 million hisoblaydi. Ishlagan kuniga qarab oyligi chiqazib beriladi. Xo'p, bugungi darsligimiz shundan iborat edi. Bu juda sodda darslik, lekin ayrim buxgalterlar hech narsada qiynalar ekan. O'shaning uchun savollar bo'lgan uchun narsa ishlab chiqildi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, ADNS dasturini 100% har bitta operatsiyalarni o'rgatishda davom etamiz.